Hozir sizlarga reklama tushmasi 15 tadan 20 tagacha bo'lgan usul orqali sizlarga pul topishni o'rgataman. Bularga hech qanaqa reklama kerak emas. O'zingizlarning Instagramga bemalol reklama qilsanglar bo'ladi. O'zingizlarning servisingizlarda. Xo'p, birinchisi Ultimate Zava, ikkinchisi klassika Zava, uchinchisi bir xil aruzalar 7, masalan, donator akalarimizda mana bunday sanoqli bo'ladi-ku. Ana shu sanoqda mastergacha chiqarib, ana shundan pul topsanglar bo'ladi. Xo'p, to'rtinchisi video yasab berish xizmati. Masalan, birovlarning videosini chiroyli kачествоda, keyin mana bunday har xil effektlar qo'shib ana shunday yasab bersanglar bo'ladi. Beshinchisi edit qilib yasab berish. Masalan, donator akalarimizni boyagi chiroyli kiyimlarda qilgan emotsiyalarga edit qilib berish. Bu ham bemalol pul topsanglar bo'ladi. Xo'p, o'zingizlarning akkaunt sodinglarni ochishinglar mumkin. Undan 2 ta, 3 ta kuniga akkaunt sotiladigan bo'lsa yoki bitta sotiladigan bo'lsa ham 50 ming, 20 ming ana shunday foyda tushadi. Xo'p, yettinchisi bemalol mana bunday ice majorlarni bilsanglar kerak. Ice majorlar ana shunday birga tur klashlarni bootcampda yoki Erangelda yo Livikda ana shunday olib odamlarga qilib bersanglar bo'ladi. Keyin populyarniy servis, UC servis, yana adminlik. Mana bu akkaunt sodlarida adminlik qilib normalligini soqqa topsanglar bo'ladi. Xo'p, ana shundaylardan yana ikkita qo'shib ketaman. Populyarniy servisga admin, UC servisga admin bo'lsanglar, ana shunda o'zingizlarga ham pul qoladi. Xo'p, keyin 13 midi? Zaybal sanoqda adashib ketdim. Короче, 13 deyman. 13 bo'lsa, birga bir o'ynash orqali pul topsanglar bo'ladi. Masalan, sizlar uchun birga bir o'ynaymiz desanglar, platkali qilib qo'yasizlar. Ana shu platka orqali menimcha normalli pul topsa bo'ladi unda ham. Normalli emas, endi boriga shukurda. 14-si stream orqali bemalol normalli pul topsanglar bo'ladi. 15-si YouTube monetizatsiyasi orqali. YouTube monetizatsiyasi O'zbekistonda ishlamaydi. Ana shuni bemalol YouTube kanalinglarning monetizatsiyasini boshqa davlatga ulab, ya'ni Avstraliya, boynagiga nima, Amerika ana shularga ulab pul topsanglar bo'ladi bunda ham. Keyin Amerika YouTube orqali PUBG, nafaqat PUBG, Roblox yoki boshqa ana shunday boynagilar orqali nima edi? Video qo'yish orqali undan normalligini soqqa keladi. Xo'p, PUBG orqali menimcha faqat shular bilan pul topsa bo'ladi. Boshqa pul topish yo'lini bilaman. Keyin haromlaridan ham bor. AdinXBet, Bulldrop, ana shundaylar bilan ham bemalol $2000, $3000 pul topsanglar bo'ladi. U lekin endi harom yo'li. Hammaga ham tavsiya bermayman. Endi men sizlarni bilmayman. Agar sizlar ishlaginglar kelsa, farq yo'q. O'zingizlar bilganingizdek, xohlagandek ishlaversangiz bo'ladi. Keyin oxirgisi Rent kanal bilan reklamadan pul topsanglar bo'ladi. Akkaunt savdoning reklamasi. Ular reklamadan keyin. Bo'lmasam faqat shular ichida bo'ldi. Reaksiya bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar.